Albatta jamiyatimizga qaraydigan bo'lsak, har xil sohalardagi kishilarningki mayli bu oiladan, muhitdan, atrofidagi o'zining sharoitidan, hatto tashkilotlardan, yashayotgan davlatdan degandek qaqshaydigan, tanqid qiladigan, nurg'un ayiblaydigan, norozi bo'ladigan degandek fikrlarni ijtimoiy fikr vositalari qarasaqmi, atrofimizdagi kishilarga qarasaqmi, bundaq voysash qaqshashning biroz ko'payib qolganligini his qilgan bo'lsak kerak albatta har birimiz. Shuning uchun bugun buningki mayli ijtimoiy nuqtadan, mayli psixik nuqtadan jamiyatga, millatga qanday ta'sir elib keldi, hatto shu shaxsning oilasiga, o'ziga qanday ta'sirlarni elib keldi degan nuqtalarni yechishga tirishimiz. Unda bo'lsa ustoz doktor Abdurahim Davlatdan boshlasam, yuqorida so'zlab o'tilgan bu xil ruhiy holat, kayfiyatninki asosli sabablari nima degan savoldan boshlasak, qani marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salom berishdan boshlaylik. Bu voysash, qaqshash asli bir psixologik arka görünüşü var bir hadise. Yani biz özümüz erişken belki uçurgan reallıktan umumyüzlük razı olmaganlığımız için her daim onun selbi taraflarını nazarga elip durup bu selbi taraflar hakkında özümüzden narazılıkını ifadeleştiren bir şekli. Hem de normal voysash, normal qaqshash bütün insanlara ortak, hiç qanday ayıplash kerak emas bir normal hadise bilan qarashimcha. Xo'sh. Masalan, hiçbir narsani qaqshamasangiz, hiçbir narsani voysamasangiz, o'zingiz yashayotgan reallikni yaxshi va yomon hamma tarafi bilan qabul qilsangiz, o vaqtda bu bir normal hadise emas. Masalan, deylik biz vatanda yashasak, Sharq Turkistonda yashab, Xitoyning shu zulmlari ostida yashasak, shu bizni xorlashlari, yürgüzüvattan siyasetlerge hiç qanday ün çıkmasa, özara olturuşkan vaqtda bu siyasetler üstüde az da bir vaysımısak, qaqşımısak, bu bir g'alati hadise, bu yaxshi ish emas. Avval bu vaysashni butunlay bir yomon ish deb etish, qaqshashni balki to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Menimcha biz bugun to'xtalganimiz ziyoda vaysash, ziyoda qaqshash. Yani ziyoda qaqshash deganimiz shu normal qaqshashni olib ketgan. Aslida muayyanlashtirishga tegishlik, taqdirlashga tegishlik nurg'un natijali bo'lsa-mu, ularning hech birisini ko'rmasdan faqat va faqat butun diqqatimiz shu salbiy va bo'lishsiz hodisalarga markazlashib olgan bir xil hodisani biz hamda ziyoda qaqshash deymiz. Bu g'ayri normal bir xil psixik holat. Endi chet elda hozir biz siz qilayotgan alayda ziyoda qaqshashning sabablari birisi obyektiv jihatdan biz uchrayotgan umumyuzlik, bu irqiy qirg'inchilik va u keltirib chiqargan ziyonlar hozir bizning nurg'un masalalar haqida aqliy, sog'lom shaklda normal fikr qilishimizga zo'r ta'sir ko'rsatyapti. Xo'sh. Shuni biz o'zimiz yashayotganlikni, bo'layotgan ishlarni soğukkanlık bilan dengsash ve onu bir qimmatlantirish iqtidoridan asosida mahrum bo'layotgandek his qilaman. Bu qanday gap desa, shu hozir dinimga o'xshash yuz berayotgan yaxshi ishlarni butunlay yo'q emas. Masalan deydi, Sharq Turkiston davosi 2017-yili bir taraf vatandan ait lagerlarni qurish bilan boshlangan bo'lsa-mu, shunga bilan birga yana bir jihatdan necha vaqtdan yoqi vatan sirti tam Sharq Turkiston davosini xalqaralashtirolmayjicha batadib ketgan burungi davo sohiblari. Xalqaralashtirish Sharq Turkiston davosining muhim bir nishoni edi, maqsadi. Gerçi bunun amalga oshishi vatandagi cho'ng bir zulmni badal qilgan bo'lsa-mu, mayli itrof qilmayli, mana bu 7-8 yil ichida Sharq Turkiston davosi menimcha to'liq ma'noda xalqaralashdi. Mesela Birleşken Devletler Teşkilatı'na o'xshash dunyoning eng cho'ng bir siyosiy sahnasida davlatlar Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston masalasi uchun ikki saf bo'lib ayrildi. Dunyoning eng cho'ng axborot vositalariga davomli chiqib turish hozir bizga nisbatan hech qanday hayron qoladigan bir ish emas holatiga keldi.
Demakchi o'g'lim, ana manda bir amaliyotda bir yaxshi natijalarni qo'lga kelgan bo'ldi. Endi shuning bilan birga mushu zulmga nisbatan bizni qo'lga keltirgan g'alabalarimiz, chet eldagi da'vodagi natijasizliklar millatni umumyuzlik bir umidsizlikka boshladi deb o'ylayman. Bo'libmi da'vo sepi ichidagi orqa-orqaga chiqayotgan satchiliklar, nachar qilmishlar, da'vo sepi ichidagi inoqsizliklar, tashkilotlarda yuz bergan hammamiz biladigan nurg'un ishlar bulardan umid ketayotgan muhojiratdagi Uyg'ur jamoatchiligini ig'ir bir tushkunlikka, umidsizlikka itadi. Xo'sh. Mana mushu orqa ko'rinish ostida nurg'un kishilar masala hal qilishga ojiz bo'lganligi uchun masala hal qilishning bu yo'li sifatida bu qaqshashni, vaysashni tanlab oldi. Ha, ha. Amaliyotda bu obyektiv jihatga bir sabab bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi subyektiv jihatga bir sabab menimcha insonlardagi umumyuzlik shu minnatdorlik tuyg'usidan haddidan ziyada ojizlab ketishi. Minnatdorlik tuyg'usi bilan bu vaysash kayfiyatini munosabati desak, menimcha minnatdorlik ya'ni tashakkur etish, ya'ni bir reallik ichidagi asli taqdirlashga tegishli narsalarni ko'rish, tanqidlashga tegishli narsalarning mavjudligini ko'rish bilan birga taqdirlash va muayyanlashtirishga tegishli narsalarning mavjud ekanligini ko'rish bizda bir minnatdorlik ko'zining bo'lishini talab qildi. Xo'sh. Chunki hayotda hech bir zaman inson butunlay uni tushkunlikka, umidsizlikka boshlaydigan bir qop-qorong'u sharoit ichida qolmaydi. Biz deymiz ya masalan, Hı hı. deraza etilib qolsa ko'nglik o'chib qolishi mumkin. Qop-qorong'uda qolsaqmi, yiroqda bir nurning sho'lisi ko'rinishi mumkin. O'sha minnatdorlik tuyg'usiga ega kishilar har vaqt atrofidagi shu umid nurlarini bayqay oladi. Xo'sh. Gerçi qaqshash mavjud bo'lsin, yo bunda bir tarafim bor deb. Hozir bizda umumyuzlik minnatdorlik o'ylayman yo'qolib ketgandek his qilaman. Hı hı. Eng aqllisi deylamdi. Masalan, bir erning ayoli tomoqda yetib bersa, rahmat xotin deydigan Uyg'ur er nihoyat oz bo'lishi mumkin endi. Chunki biz uni normal qilishga tegishli bir hodisani qilishga tegishli bir ishdan qabul qilib olganligimiz uchun Xo'sh. biz xotinimizga rahmat aytishni uni alayda qisq qilamiz endi. Amaliyotda o'xshashla xotin kishidan bo'lishi mumkin bu. Erlarga nisbatan buni jafotat oilani beqiyotidi deb u tashakkurni ifodalash erlardan emas, ayollardan emas bo'lishi mumkin. Men faqat oiladagi bir narsani deyapman. Xuddi shunga o'xshash bir narsani aytsak, umumiy jamiyatdami mesela ikki tashkilotni misol olaylik. Mayli tashkilotlar birligi bo'lsin, mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin. Nurg'un ba'zi bir xatoliklar bo'lishi bilan birga buni Uyg'ur jamiyatiga elib kelgan nurg'un natijalar ham mavjud. Xo'sh. Bugungi kunda bu natijalarni ko'rib u tashkilotlarga yoki shu ishni qilayotganlarga bir minnatdorlik tuyg'usida bo'ladigan bir insonni tepish intayin tez. Masalan, menimcha deylik, Angliyadagi shu Uyg'ur soti qatorliq ishlar, andan keyin shu qurultayning yetakchiligida yoki shularning qo'zg'atishida o'tirib chiqqan nurg'un raporlar Uyg'ur da'vo tarixidagi muhim voqealar hisoblanadi. Masalan, bular Angliyadagi sot mening qarashimcha muhim bir. Xo'sh. Shuni sizlar qancha tillasingizmi, shu tashkilot shu o'tirib chiqadi. Xitoyning jinoyatini hujjatlashtirdi. Kelgusida bu cho'ng bir pakit sifatida vaqti kelgan vaqtda eng lozim bo'lgan bir narsa. Qarmoq hozir darhol rolini ko'rsatmagandek turgan. Xuddi shunga o'xshash tashkilotlar birligi Turkiyada Uyg'urlar bu konkret qiyinchiliklarni hal qildi. Gerçi ba'zi ishni qilolmagan bo'lsin. Ammo bir insonda qilolmagan ishni qilolmaydi deyish bilan birga qila olgan ishni bo'lsa-mu, to'g'ri mudaroq ishni qila oladi degan bir minnatdorlik bo'lishi lozim aslida. Ammo bu endi buning sababini tushunmadim bu balki insondagi bir tabiiylik bo'lishi mumkin. Chunki psixologiyada insonlar o'zi kallasida o'ylagan xato tushunchalarning rostligiga ishonishga moyil. Nobel mukofotga erishgan bir
psikolog var. Daniel Kahneman dedi. Aşınan bir gibi varken bayağı okup mesela biz insanda bir yaran kılgan oyla kalbimizi payda olsa onu hakikatte kabul kılışka mayil. Aslında palanı mı da kıttımış diye bir gepni palanı mı da kıttı dep oylaşka mayil. Eğer bular mı o palanı biz üç bir palanı olsa o aşında bir eski işte kalanlıkını anlayan olsa gerçi o mesele hakkında biz nasıl kadar kulağımızı paketimiz olmasın mı? Zaten o işte kıldı dep işin işki mayil. Anladık ki biz aşı işencimiz bilen hareket kılışka mayil. Anladık ki bu hareket aslında aşı biz işini vagan ama mevcut emas bir narsani o'ttirib chiqarishi mumkin. Psikologiyada bu anaqa self fulfilling prophecy deb o'qilgan bor. O'zini o'zi amalga oshiradigan bishorat deydi. Mana Tristan tapasi deb tarjima qilgan. Zaten bu devir ahirda o'zimiz qochmoqchi bo'lgan bir natijaga duch keladigan bir hodisani ko'ramiz. Yig'inchoqlagan vaqtimda gapimda. Birisi biz yashayotgan obyektiv sharoit va o'zimizniki shu neticeni mi köymesliktek bir hadise bizden aşı bağ yok barlık işlerinin işte igizbes kalkışımızga sebep olan bir şey mümkün de böyle. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, doktor. Albatta bir-biringlarninki so'zlariga, javobiga qo'shimcha qilib o'zinglarninki fikrni bildirsanglar bo'ldi. Doktor Adiljon, agarda buning qo'shimchangiz bo'lmasa men o'tib ketaman. Meniki qo'shimcham bor. Xo'sh. Chunki vaysash degan vaqtda normal hodisa ediq-ku. Ama bu yerdagi masala eshib ketib qolsa, u binormalda. Binormallik. Unda bo'lgan keyin vaysashniki bir psixologiyadan boshqa bu mundaq nerva nerva fanlari sohasida bu bunun ilmiy asoslari bor. Mesela insonniki minglisi amigdala deb bir o'rin bor. Bu yerda bu qanday o'rin desa, qanday o'rinkan desa, xatarlarga va tahdidlarga qarshi sajg'ur bo'lgan bir o'rin. Agar buniki miqdori eshib ketgan ahvol ostida inson davomli o'zini bexatar va nima xavfsizlik ostida tahdidlar his qilganligi uchun inson buningga emil qarshi turishdan bekroq, reallikni o'zgarishdan bekroq, bu yerda qaqshashni, vaysashni bundaq mudofaa mexanizmida ishlatadigan mana bir ahvol mavjud ekan. Bu birinchisi hamda ikkinchisi yana insondagi ming nuqson ilk vaqtimizda mukofotlash sistemasi. İnsanın bir narsani vaqtliq darhol o'zi yaxshi ko'rgan narsani nima qilgan vaqtida, qabul qilgan vaqtida agar u uzun qisqa muddat ichida uning qanoatlantiradigan, uzun muddat qanoatlantirmaydigan bir ahvol shakllandi ekan. Ya'ni qaqshashma agar siz qanoatlanmagan bir ahvol yuz bergan vaqtida darhol vaysaydigan, qaqshaydigan ahvolga kelib chiqdi ekan. Bu ishninki nerva sohasiga munosabatli bo'lsa, psixikalik ahvolda normal deb qaralgan ahvollar. Chunki bo'pmi deymiz, inson men munosabatli odamlarni bir narsa kutishi mumkin, do'stlarimni bir narsa kutishi mumkin, yoki tashkilotlarni bir narsa kutishi mumkin, yoki boshqa insonlar to'xtamay bir narsa kutishi mumkin. Agar kutilmagan ahvol ostida kutanmasak yoki bizningki orzu talablarimizni reallik aylantirmagan vaqtida biz buni qaqshab qolib, vaysab qolamiz. Bu ishninki normal vaysash degan bo'lsak, ammo bizim yerde mesul üstüde vaysaş yoki qaqshashni qarasak masalaga. Bu bizningki jamiyatimizningki xarakteri bilan shunaqla bizningki shu hokim mutlaq bir jamiyatda, hokim mutlaq bir siyosiy tuzilmada yashab qolganligimiz uchun buningki alohida bir kuchli ta'sir bor deb o'ylayman o'sha vaysashga. Chunki bizda binormal darajada avjab ketdi deb o'ylasak bo'ldi. Nimishqa bu nima bilan munosabat qilsa, bu hokim mutlaq jamiyat yoki shunday bir desa çünkü hakim mutlak cemiyet tabii halde birazdan ictimai sebepleri kelimiz hem de bir kink sorular belki. O vehime bir psikik yaratıcı insanda. Vehim psikisi. Çünkü meyli bizimki Xitay'nınki tesiri, hakimiyet sistemisi nahayet küçük bir vehim peyda kılalık. Vehim benim diyen gerçi biz doğru işide. Devamlık nazaret kılınımız. Küçükler tarafından çatki kılımız. Meyli çatel Kanada geteyli, yak başta geteyli. Yüzümüzün bir vehimi içinde bir nazaret kılganda iş kılımız. Del muş meselelerime vaysashqa, qaqshashqa elip baradigan sebeplerninki mühim sebeplerden birisiken desek oldu. Çünkü insan qaqshmasa yüzünün içindeki nersini boşalmaydı, rahatlanmaydı.
Qaqshash kerak. Ama bizga o'xshash vehimiy madaniyat yashaganlar bo'lsa, cho'qim buni qay shaklda Xitoylar qarshi turolmagandan keyin qanday qildi? Bir-birini tillab, ya bir-birini qaqshash bilan ichini bo'shatadigan gap, rahatlaydigan gap. Diqqat qilsin tor dunyosiga. Xitoylar nurg'un zulmni olib ketdi. Nurg'un zulmlarni qildi. Hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo shundaq bir yaxshi ko'rmaydigan bir narsani to'rga chiqarib qo'ysak, yoki qanday qildi darhol nimaga eshakka kuching yetmasa ur to'qim degandek darhol shu o'ch oldigan ishni qildi. Yani shu qaqshashning bir ifodasi, vehimning bir ifodasi. Chunki reallikni o'zgartirmaysiz. Xitoylar bu zulmni o'zgartirmaysiz. O'zgartmagan sharoit qanday qilasiz? Shu o'zaro bir-biringizga ayni qaqshash orqali ishingizni rahat qiladigan gap hamda. Bu masalaning psixikalik tarafi. Onun için biz bu şunda vehimi cemiyeti yaşagan bo'lgandan keyin vehimi hokim evci olgan. Biz o'zimizni ojiz his qilganmiz hamda. Ojizlik hissi. Bu psixologiyada muhim bir atalg'u. Reallikni o'zgartirmagandan keyin biz qanday qilamiz? Qaqshab qo'yib, masalani tilga qo'yib bo'ldi qilamiz hamda. Bu bir usul hamda. Yana bir tarafi masalalarni biz reallikni kontrol qila olmaymiz. Kontrol qilmaganda inson qanday qildi? Qaqshab qoldi. Bu model bizniki shu vehimi madaniyatidan vehimi xarakteridan zid munosabat deb o'ylayman. Lekin hammadan muhimi birozdan keyin belki to'xtab o'tishimizdan keyin bu uyutilgan ojizlik, choresizlik, uyutilgan choresizlik. Bu bizga o'xshash uzun muddat zulm ostida, ishg'oliyat ostida yashagan bir millatga nisbatan nurg'un narsa biz tabiiy holda uyutilgan bir choresizlikka mahkum qilindik. Xitoylar mushni qildi. Chunki Xitoylar dediki, sen davlat qurmagan. Chunki sen bir madaniyat barpo qilmagan. Sen muhim masalalarni o'tirib chiqarmagan. Sen hech qanday ishni qilolmagan. Bizinki sayemizde, bizinki kudretimizden, bizinki yaratıp bergen, biz yaratıp bergen imkaniyatlarni qilyapsa. Deb mayli ma'rif sohasida bo'lsin, mayli boshqa ijtimoiy sohada bo'lsin, iqtisodiy sohada bo'lsin, Uyg'urlar davomli ojizlikni bildiradigan narsalarni, tashviqotlarni, siyosatlarni qilib kelgilik. Bu tabiiy holda 7 yosh, 70 yosh bizinki Uyg'urlar orasida bu choresizlikni paydo qildi. Demişki biz davomli da'vo qalashmaydi insonlar. Tuxumni tashib qilsang baka degan gap bakaga chiqmagan. Xitoylar kuchli, biz tuxum. Hech qanday ishni o'zgartirmaymiz. Bu da uyutilgan choresizlikning bir ifodasi. Ammo inson qanday dedik? Nurg'un reallik, nurg'un ig'ir masalalar va Xitoyning zulmlari bor. Buni deyishimiz kerak. Chunki inson buni demasa, sarang bo'lib ketadi. Buni qanday qilamiz? Reallikni o'zgartirmagandan keyin uyutilgan choresizlik psixikasi bilan qaqshab qilamiz. Chunki bunda hech qanday amaliy harakat yo'q. Chunki inson qanday qildi? Tabiiy holda ma'lum fikrlar haqida, ma'lum masalalar haqida bir narsa degish keldi. Bu insonning tabiiy xarakteri. Ama biz bu qanday qilamiz? Hal qilolmagandan keyin qaqshash orqali, vaysash orqali kun tartibga olib kelamiz. O'zimizning bir narsa bildiganligini ifodalagimiz keldi. Ama bu ishning yeni bir tarafi. Yeni bir taraf bo'lsa, inson atrofidagilarninki yoki jamiyatni mundaq muayyanlashtirish ehtiyoji bor. Bu bir tabiiy bir psixikalik bir arzu ihtiyoç desak, bunu biz muayyanlashtirimizda jiqroq ishninki normal holatidan oshirib o'tib qaqshash darajasiga berib yetib qolamiz. Bu ishning bu tarafi. Shunga bizniki bu yerdagi binormal deb qolgan vositalar qaqshash, bizniki bu jamiyatimizniki hokimiyatlik xarakter, yani Xitoy tarafidan tengilgan, shunaqla Xitoyniki diktatorlik va hokimiyatlik siyosiy tuzumga zid munosabatga bu keltirib chiqargan vehime kültür deyimiz buni hamda. Qo'rquv yoki vehime. Shunga zid munosabat shunga bizniki keyingi bosqichdagi programmamizni shu Xitoyniki siyosiy tuzumisi ve vehim nuqsini bakrak tilga olsak, belki bizdeki bunda umlashib ketgan vositani taxmin bir atrofliq va ilmiy analiz qilib deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan yani erishkilarning bu birinchi savolga bergan javobinglardan aslida qaysi normal, qaysi darajaga borganda benormal degan savolim bor. Unga javob chiqqan bo'ldi.